Hürmetlik vatandaş. Bugünkü leksiyalarımızı başlaymayız. Leksiya da sadaka görüyoruz. Washington'da sözdeyimiz. Bugün çislak 2026 yıl 3. ayının 7. günü heptiga şembe vatandaş. Bugün sizlerge sözdeydiği leksiyalarımızdan avval sizlerle birlikte bir tahlil kılaylı. Mesela tahlil kıladığın sözümüz nemi söz, gepimiz nemi gep deseniz, şu işke gün içinde Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump ikki eg'iz gap qildi vatandaş. Birinchisi İran hukumati taslim bo'lishing kerak. Quruqliq armiya uvatib urush qilib yurishning o'zi vaqtni saqlash deganlikdir. Bu bir. Buni yana qattiqroq yoki tahlil qilsa qattiqroq tahlil qilishga bo'ladigan bir jumla nimishki Jungo'ga munosabatli tahlil qilamiz da vatandaş. O nima İran'da qaytadan siyosiy hokimiyat tiklanadigan ish bo'lsa va yoki Xomaniyga izbosar tayinlashga tayyorlanayotgan bo'lsanglar, biz Xomaniyning o'g'lining İran'da izbosar bo'lib tayinlanishiga qarshidamiz. Biz bunu qo'llamaymiz dedi. Shundaqla biz shuni tavsiya qilamizki, yaxshisi bu qatimqi siyosiy hokimiyatga yoki rahbarlik o'rniga keladigan kishi asosligi İranning navbatdagi ishidan yoki hozirgi İran realligi ichida yashayotgan kishilarning to'pi ichidan bir kishini rahbar qilib tanlab olishinglar lozim. Biroq yana dediki biz İranning bu qatim rahbarlik bekitish ishiga qatnashimiz dedi. Masalan, saylan bo'lsa saylanga qatnashimiz dedi. Bana bu ikki qiz gapning vazni qanchalik vatandosh? O'ylab ko'ring. Chunki biz necha kundan beri so'zlayotgan leksiyalarimizda biz ko'pda eg'izga olmadik. Boshqa to'g'ri bettirdi deyildiki, İrandan keyin obyekt bo'ladigan, ya'ni o'zgartishga, obyekt bo'ladigan, zarba berishga, obyekt bo'ladigan uchinchi birisi yoki ikkinchi birisi kim degan savollar to'rbetlarda nayt ko'p muhokama mutolaa qilindi vatandosh. Masalan, navbatda olaylik, Jungo'da ishki qurultoy yig'ini o'tyapti. Ishki qurultoyning yig'ini intayin so'z. Dastlabki chog'da kelgan xabarlarga asoslanganda ishki qurultoy boshlanish bilan masalan 3-oyning 4-kuni siyosiy kengash, 3-oyning 1-kuni degidek xalq vakillar qurultoy yig'inga o'ltirdi degan gap. Mushu boshlanish bilan necha yuz degan amaldor, ma'muriy amaldor va harbiy amaldor g'oyib bo'lgan gap vatandosh. Bu nuqtani qo'yib turaylik. Ikkinchisi hozir suratlarda ko'rsatyapti va kishilar yana tahlil qilyapti. Qurultoyga qatnashgan Jungo'ning raisi, partiyaning sekretari Xi Jinping bu qatim rais sahnasida o'ltirmay pastga tushib, ommaviy so'rin, ommaviy o'rindiqlar, ommaviy sapolar qo'yilgan sapoda o'ltirib, omma bilan birlikda yig'inga qatnashdi deydi. Demek onun reis sahnasida o'ltirmay bu qatim ommaviy so'ringa kelib sapoda o'ltirishi uning taxtdan tushganligidan derak beradi, signal beradi va yoki uning taxtdan tushishiga ishki qurultoy dalolat qilamdi. Haydakchilik qilamdi. Bu tarafi aniq emas vatandosh. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar kayfiyat intayin so'z. Masalan, İran Jungo'ning ittifoqdoshi markaziy, ya'ni ok markaziy davlatlarning biri edi. Masalan, Shanxay kelishimiga elib kirgan edi Xitoy dedik. Shundaqla Janubiy Amerika pul birligi, masalan, dollarni qo'g'lab chiqarib, Xitoyning pulini pul birligi, xalqaro ayirboshlash birligi, hisobot birligi qilmoqchi bo'lgan tashkilot dedik. Oltin kesak bash davlat hammasiga İran'ni boshlab kirgan. Mushundaq yaqin munosabatda turayotgan Jungo
Masalan, İran'dan arzon bahoda İranning 90%dan ortiq xam neftini o'ziga import qilayotgan Jungo. Moshundaq ijil inoq sharoitda bugun İran, Isroiliya va shundaqla Amerika Qo'shma Shtatlarining qudratli armiyasining zarbasiga uchirdi vatandosh. Zarbasiga uchirdi, Jungo g'ing qilolmadi. Rossiya ham g'ing qilolmadi. Qani tuninki nochilik. Yana orliqda xilma-xil obzorchilar bo'ldi ekan deymi? Bular obzorchilar yaziyat shuningdek video filmlarni e'lon qilib shundoq dediki, Amerika Ironga hargiz hujum qilolmaydi, qo'rqidi. Chunki Ironning kaynida Jungo bor, Ironning kaynida Rossiya bor degan edi ya vatandosh. Hozir bu 5-6 odamni bir gruppa qilib bir video film ishlabdi birisi. Ishlab meni nima deb savol qo'yibdi. Mana Amerika Qo'shma Shtatlari Ironga hujum qilolmaydi. Isroiliya Ironga hujum qilolmaydi. Qani afandilar hozir Ironda nima ish bo'layotdi? Tushuntirib qo'yinglar-chu deb masxara qildi vatandosh. Demak sen Amerika Qo'shma Shtatlari Ironga hujum qilolmaydi deding, Isroiliya Ironga hujum qilolmaydi deding. Sen qilolmaydi degan ish bunga yuz berdi. Bana qo'yib turayli. Biz boshda aytgan ikki og'iz gap, ikki jumla. Buning vazni salmog'i intayin eg'ir dedik. Taslim bo'lsa. Ironga bergan savol, retorik savol, taslim bo'lsa. Quruqlikda jang qilishning hojati yo'q, vaqt isrof qilishning hojati yo'q. Taslim bo'lsa. Bugun Ironga ishlatgan taslim bo'lsa. Prezident Donald Trump bugun Ironga ishlatgan taslim bo'lsan degan so'zni kimga ishiltidi? Vatandaş o'ylab ko'ring. Ata kimga ishiltidi? Masalan, ikkinchi bo'lib, bugun Ironning siyosiy hokimiyatining qurilishiga orilishimiz, saylam bo'lsa saylamga ko'ramiz va yoki Ironning keyingi hokimiyatiga rahbar bo'ladigan kishini belgilaymiz. Ya'ni Amerika belgilaymiz. Biz shu o'rinda turib Amerika belgilaymiz. Andigat nega bor deb vatandosh? Ondaqda agar Jungoda bir o'zgarish yuz berib, Raisi Jinping taxtdan tushadigan bo'lsa, Jungoning keyingi navbatli hukmronligini ya hukmronlar guruhini Amerika belgilandi. Albatta shunday. Albatta shunday. Agar vaziyat shunda oxirlashib, keladigan ofatning o'zi masalan, ofat deb tushunsan, shundoq zaman, shundoq vaziyatni ofat deb tushunsan, bu qatim Jungoga kelsa, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti o'rnidan dast turib, prezident Donald Trump o'rnidan dast turib, taslim bo'l Jungo, demdi. Hozir mantiqiy voqealarning jarayonlarning mantiqiy rivojiga qarasangiz vatandosh, bugun Ironni taslim bo'l degan prezident Donald Trump Amerika Qo'shma Shtatlari ati Jungoni taslim bo'ldi. Agar Jungo bu qatimqi harakatning yoki ikkinchi qatimliq yoki uchinchi qatimliq harakatning obyekti bo'ladigan bo'lsa, taslim bo'l. Tinch yo'l bilan masala qilaylik deydi. Agar shuna qilib huquq va hokimiyatga orilishimiz desa, vaqtida belgilaymiz desa, belgilashi kerak Amerika Qo'shma Shtatlari. Jungo Kompartiyasining rahbarligini qanday tashkillaydi? Va Jungo Kompartiyasining tashkillanadigan rahbarlik guruhi bo'lmaydi vatandosh. Bir Kompartiyaning sekreterini og'dirib, yana ikkinchi Kompartiyaning sekretarini bu davlatga boshliq qilib qo'ysa Jungoga, uning oqibati yana yaxshi bo'lmaydi. Kommunist yo'ldagi yaxshi bo'lmaydi. Shunga bu hokimiyatda qanday tanishash, qanday o'zgartirish masalasi bir qarasang murakkab, bir qarasang bir og'iz gap vatandosh. Bir qarasang murakkab, bir qarasang bir og'iz gap. Shuni bilan hal bo'ladi. Hozir Ironning oldiga qo'yilgan masala taslim bo'lish, rahbarlikni qayta saylash, rahbarlikni saylashga Amerika aralashish. Hozir Jungoning oldiga qo'yilgan masala negizlik, ya'ni asosiy shaklda o'tirib qo'yilmadi. Endi qo'yilganda rahbarlik almashtirish qo'yilganda ana shunday yuqoridagi Iron qanday muomala qilsa, Jungoga ham shunday muomala qiladi va Amerika shunday qilishi kerak. Vatandoshim, biz uzundan bir deb keldik, Wang Yang degan kishi sekretar bo'ladi dedik. Xochunxo degan kishi sekretar bo'ladi dedik. Bugun hozir Jungoda armiya taraf Xochunxo degan kishi sekretar bo'lishga ko'rishibdi.
Bunu mu değil? Bunu Amerika Qo'shma Shtatları ve xalqaro jamiyat qabul qilamdi yo'q. Bir kommunist rahbarini elib ikkinchi bir kommunist rahbarini qabul qilamdi yo'q. Agar u Gorbachevdek odam bo'lsa marhamat. Agar u Gorbachevdek odam bo'la olsa, uningga marhamat. Shunga bu 2 kundan beri bu ikki xabar astoydil o'ylanadigan xabar vatandosh. Bu natijalangan xabar. Natijalangan gap. Oxirgi xulosa chiqarilgan gap masalan Iran to'g'risida. Endi ikkinchi bir davrga kirganda masalan hozirgi harakatlarning obyekti Jungo bo'lib qolgan bo'lsa, Jungoning rahbarlik qatlamini shunday saylaydigan degan gap. Endi bugun tayyorlagan xabarlarimda bormi qilib qoldi, o'zi qilib qolgan deb turam nima vatandosh. Apla. Kechiring o'zi so'zlab beray. Shunga Latin Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump Kuba to'g'risida to'xtalibdi vatandosh. Kuba to'g'risida to'xtalib oshkorli shundoq debdi. Oldimizdagi bir necha kunda yoki bir necha hafta ichida Kuba hukumati og'dirilishi kerak. Ya Kubada zo'r o'zgarish bo'lishi kerak deydi vatandosh. Qarab baqma. Nereden keldik? Biz nahayt Irak'tan keldik, Panama'dan keldik, Grenland'dan keldik, Venezuela'dan keldik, İran'a keldik, Hamas'a keldik, endilikte Kuba'ya keldik vatandaşım. Ahire eşip kaldı. Jungo kaçan? Kaçan obyekt oldu. Jungo bu hareketinin obyekti bulundu. Kaçan bulundu. Yani biz koyduğun sual mı şu? Bugün sizle biz tahlil kıldığın tahlil mi şu vatandaş? Endi qisqa xabarlar qaranglar. Bir necha million Amerikada yashayotgan jungoliklar Amerikadan qo'g'lab chiqarildi. Yangi siyosat tasavvurdan qattiq. Sen tasavvur qilgandan qattiq. Xiaomi to'rbiti 3-oyning 7-kuni yutib. Tayvanlik obzor ki Vuzjiya Xi Jinping balki tugushidir. Ham nipet qamal qilindi. Jungo en qiyin kunga qoldi. 57 dan so'ng xabarlar to'rbiti 3-oyning 7-kuni yutib. Tez xabar Xi Jinping xotirjamsizlik his qilishga boshladi. Amerika zodi nima qilmoqchi? Iran urushi Jungoning irodasini tavritib qo'ydi. Xalqaro tez xabar to'rbiti 3-oyning 7-kuni yutib. Merkez Harbiy İşler Komitesi'de 2 adam eşip kaldı. Harbiylerge ilgi bulunan kişi yok. Deng Xiaoping Jungo'nun ömrünü devamlaştırdı. Xi Jinping Jungo Kompartiyasını ahiretki uzatıp koyuyordu halas. Çoğun vaziyet to'rbiti 3-oyning 7-kuni yutib. Merkezi İstihbarat İdaresi Zhong Yangqin Baoji maxfiy doklad Xi Jinping'nin o'rni almashtirildi mi? Savol. İran'daki urush o'ti Osiyoga kengaydi. Tayvanga faqat 11 kunli eshib qoldi. Fosfor dengizi qamal qilindi. Umid sadosi 3-oyning 7-kuni yutib. Beijing jiddiyleşishga boshladi. Xuyyanning nazari 1 soat ilgari 3-oyning 7-kuni yutib. İran urushi Jungoni yo'qotish uchun elib berilgan harbiy manevridir. Ko'rdingizmi? İran urushi Jungoni yo'qotish uchun elib berilgan harbiy manevridir. Hal qilg'uchi paytda 3-oyning 7-kuni yutib. Beijing'de zo'r o'zgarish yuz berdi. Xi Jinping guruhi gumron bo'ldi. Harbiylarning huquqi o'tkazib elindi. İran'ның prezidenti mundaq e'lon qildi. Siyosiy o'zgarish Amerikaga yuzlandi. Buning ma'nosi Amerika siyosiy o'zgarishni hamda Jungoga qo'llanishi kerak deganlikdir. Kelar qatimliq obyekt hamda Jungo Şavlun maliyesi 3-oyning 7-kuni yutib. Bu yerda İran'ның prezidenti degan emas. İran'ның davlat tuzumi, davlat vaziri shakillik. Davlat tuzumi ekanda va prezidentning huquqi yo'q. Huquq ash burunki Ayatullah Xameneyning qo'lidagi vazirning qo'lidagi huquq edi vatandosh. Hozir mana Şavlun maliyesi anlatdi. Endi yana bir xabar.
Rossiya maxfiy xizmat xodimlari Yevropaga singib kirishga boshladi. Ot kuchi haqiqatda 4.3 ayning 7-kuni yutib. Hozir eliqi xoinlar deb tizimlik yani e'lon qilinibdi. Ajoyib paytlar deyman. Diqqat qilinglar, yigitchaqlar. KGB yakuning boshqa tarmoq atratlari hozir Yevropaga singib kirishga boshladi. Yani şunun obuket bo'lib qolmanglar yigitlar. Diqqat qilinglar yigitlar. Yana bir xabar vatandaş. İran Amerika armiyasi xiris e'lon qildi. Amerika jiddiy xabar tarqatdi. Tarixdan birki eng zo'r bombardimon qilish yetib keldi. Ümit sadasi 3-ayning 7-kuni yutib. İran'a putrab turishga ko'p vaqt qolmadi. Amerika İsrail'e ot kuchini markazlashtirdi. Yangi tangliqlar televiziyasi 3-ayning 7-kuni yutib. Harbiy odamlar Xochunxonni sahnaga chiqarishga ishtirdi. Vazir Li Chang Shi Jinpingni qattiq tanqid qildi. Chang Fengshike 3-ayning 7-kuni yutib. Shi Jinping amdi sekretar emas, Harbiy ishlar komitetining raisi emas, deyishdi harbiy taraf. Uchur qo'yib berdi. Shi Jinping yig'inga kelib, yig'in ochay desa, harbiy ishlar komiteti faqat 2 odam qoldi. Jiang Shiming mundaq dedi: 2 odam bir parcha qaror belgilay olmaydi. Shanxi Dongxu torbiti 3-ayning 7-kuni yutib. Yaponiya yozuvchisi masxara qilib mundaq dedi: Jungoning radarlari, masalan havo mudofaasiga ishiladigan radar sistemasi, Jungoning radarlari faqat kiyim asquch rolini o'ynaydigan radar ramkasidir. Boshqa narsa emas deb ko'rsatdi. Xuyanning Jungoga nazari 3-ayning 7-kuni yutib. Jungoning do'stlari, ittifoqdoshlari orqadan og'dirilishga, gumron bo'lishga boshladi. Shi Jinping nima eshib qoldi? Prezident Donald Trump bilan Shi Jinping yaqinda ko'rishdi. Shi Jinpingga hech qanday dastak qolmadi. Masalan, suhbatga o'tirganda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump bilan muhokama qilishadigan, munozara qilishadiganqa Shi Jinpingda hozir hech qanday dastak qolmadi. Min shila Wang torbiti 3-ayning 7-kuni yutib vatandaşı. Bugun bu yerdagi eng yangi mavzu, eng yangi xabarimiz qaysi? Taslim bo'l, İran. Kimga taslim bo'l, palani, ikkinchi birisi keladi. Undan keyin bugungi eng yangi xabarimiz yana bir qaysi? İranning rahbarlik sistemasini qayta qurishga Amerika aralashadi. Biz aytimiz Amerika aralashadi. Aralash haqqi va qo'llaymiz.